Assalomu alaykum, siz bilan Buzruq bloger. Bugungi darsimizda 2024-2025 yilgi yakuniy davlat attestatsiya sinov savollari, matematika va informatika fanidan 1dan 7 gacha bo'lgan test savollarini izoh va javoblar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: umumiy nomga ega bir toifadagi qo'zg'almas kattaliklar ketma-ketligidan iborat bo'lgan sonli vektor bu nima? Standart A standart toifa, B massiv toifa, C mantiqiy toifa, D aralash toifa. Javob: massiv toifa. Izoh: massiv bir xil turdagi elementlardan tashkil topgan, tekislangan va belgilangan o'lchamga ega bo'lgan toifadagi ma'lumotlar yig'indisidir. Ikkinchi savol: hozirgi ishlatilayotgan kompyuterlar nechanchi avlod kompyuterlariga mansub? A 3-chi, B 4-chi, C 2-chi, D 1-chi. To'g'ri javob 4-chi. Izoh: 4-chi avlod kompyuterlar mikroprotsessor asosida ishlaydi. Hozirda biz foydalanayotgan kompyuterlar ushbu avlodga mansub. 3-chi savol: algoritm nima? A qadamlari aniq jarayon, B masala yechish bosqichi, C buyruqlar to'plami, D masala yechish uchun bajarilishi lozim bo'lgan chekli amallar ketma-ketligidir. To'g'ri javob D masala yechish uchun bajarilishi lozim bo'lgan chekli amallar ketma-ketligidir. Izoh: algoritm bu aniq tartiblangan va oxir-oqibat natijaga olib keluvchi chekli qadamlar majmuasidir. 4-chi savol: dastur nima? A algoritm asosida tuzilgan mashina tushunadigan buyruqlar ketma-ketligi, B algoritm, C mashina tushunadigan ko'rsatmalar, D direktivalar majmuasi. To'g'ri javob algoritm asosida tuzilgan mashina tushunadigan buyruqlar ketma-ketligi. Izoh: dastur kompyuter tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan algoritmik buyruqlar to'plamidir. 5-chi savol: axborot o'lchov birliklarining o'sish tartibida joylashtirilgan qatorni belgilang. A bit, bayt, kilobayt, gigabayt, terabayt. B terabayt, gigabayt, kilobayt, bayt, bit. C terabayt, bayt, bit, gigabayt, gigabayt. D bit, bayt, gigabayt, terabayt, gigabayt. To'g'ri javob A bit, bayt, gigabayt, gigabayt, terabayt. Izoh: 1 bayt 8 bitga, 1024 bayt teng 1 gigabaytga, 1024 gigabayt teng 1 megabaytga, 1024 megabayt teng 1 gigabaytga, 1024 gigabayt 1 terabaytga teng. 6-chi savol: algoritmning asosiy xossalari to'g'ri berilgan qatorni belgilang. A diskretlik, tushunarlilik, maxsuslik, ommaviylik, natijaviylik. B diskretlik, tushunarlilik, aniqlik, maxsuslik, natijaviylik. C diskretlik, ko'p qadamlik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik. D diskretlik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik. To'g'ri javob D diskretlik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik. Izoh: algoritm xossalari diskretlik, aniqlik, tushunarlilik, ommaviylik, natijaviylikdir. 7-chi savol: quyidagi takrorlash operatorining tanasi necha marta takrorlanadi? K 2 nuqta teng 0, for I 2 nuqta teng 1, to K plus 3, do K 2 nuqta teng K plus 1. A ko'p marta, B 5 marta, C 8 marta, D bajarilmaydi. To'g'ri javob B 5 marta. Izoh: K qiymati har takrorlanishda o'zgarib, sikl shartini kengaytiradi. Natijada 5 marta bajariladi.